Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Restoran, to'yxona, oshxonalarda, bozorlarda, turli xildagi savdosi katta zallarda savdosi bilan shug'ullanadigan pishiriqchilar uchun, salatchilar uchun, turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlarining savdosi bilan shug'ullanadiganlar uchun mana katta nimadagi razmerdagi 65 ga 53 20 15 10 santimetrliklari chuqurliklari 6,5 4 santimetrlik 2 santimetrlik o'ta qalin nержавейкаdan qilingan Xitoy davlatida qilingan marmet idishlarimiz kirib keldi. Mana bu yoqda marmetlarimiz qopqonlari ham bor. Kimga shunaqangi nержавейка idishlarimiz olish istagidagilar marhamat ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Salomat bo'linglar.